Imorat qurishda qo'shnidan ruxsat so'rash shartmi? Albatta shart. Imorat qurayotganda birinchi 4 ta asosiy hujjatni yig'ish kerak bo'ladi. Birinchisi imoratning loyihasi, ikkinchisi oldi-sotdi, ya'ni egalik huquqi va o'sha imoratning egasini pasport kopiyasi va albatta imorat qurilayotganda qaysi yon qo'shni bilan imoratni devorga tutashgan bo'lsa, hamma qo'shnidan roziliknoma olish kerak. Endi oldin aytishardi, uy olmagin, qo'shni olgin deyishardi, lekin hozir hammaning ko'ngli tor bo'lib ketdi. Endi ba'zi holatlarda shunaqangi narsaga duchor kelyapmizki, qo'shni ruxsat bermayapti. Ya'ni loyihani ko'ryapti-da, yo'q, menga yoqmadi, imorat qurmaysan yoki men bunaqa qurasan deyapti imoratni. Endi o'zingiz o'ylab ko'ringlar. Men o'zim xohlagan imoratni amalga oshirish uchun nima qilishim kerak? Bu yerda endi davlat ozgina yordam beradigan joyi bor. Ya'ni o'sha qo'shni imorat qurishga ruxsat bermayaptimi, SESga murojaat qilasiz. Ya'ni tuman SESiga yoki shahar SESiga murojaat qilasiz. Ular keladi, qo'shningizni imoratiga shamol qatdan esyapti va u normativ hujjatlarga to'g'ri kelgan bo'lsa, SES o'zi sizga o'sha loyihaga asoslangan holda o'zingizning uchastkangizda, ya'ni o'zingizning yer maydoningizda shu imoratni qurishga ruxsat beradi va bemalol hech kimdan boshqa ruxsat so'ramagan holatda shu imoratingizni qurib, amalga oshirib, mazza qilib yashashingizga imkoniyat yaratiladi. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Salomat bo'linglar.